Assalamu alaikum. Aziz qarindoshlar. Bizning muqaddas dinimiz bo'lgan islom dinininki asosi bo'lgan Qur'oni Karim va shu Qur'oni Karim payg'ambarimiz Muhammad alayhisolatu vassalomga nozil bo'lgan. Muhammad alayhisolatu vassalom o'zining hadislari orqali Qur'oni Karimni sharhlab va insonlar tushunmaydigan shakllarni ochiqlab oydinlatib bergan. Bizning yetakchimiz, yo'lboshchimiz va rahbarimiz Peygamberimiz Muhammed Aleyhissalatu vesselam şu cemaatni lazım tutuş, cemaatten ayrılmaslık, köpçülük, hemkarlış doğrusunda nurgun hadisler bayan kılgan. Ben şu hadistin birini okuyorum. Peygamber Aleyhissalatu vesselam فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَ فَإِنَّمَا يَأْكُلِ الزِّبُّ قَاسِيَةً deb şundak degan. Bir-biringlardan herkes ayrılmanglar, çünkü padıdan ayrılıp kalganını böğür yeydi degan. Yalnız kalgandan keyin şu cemaatçilik içinde bo'lgan xabarlardan qoladigan gap, g'ayrib sanaladigan gap, shuning uchun mayli tashkilotchilikda bo'lmasin, mayli jamoatchilikda bo'lmasin, jamoatga yaqin turish, jamoatning xushalligini xushal deb bilish, jamoatningki xafaligini xafalik deb bilish, ham shu millatning dardini deb bilish, millat kelayotgan zulmni mening beshimga kelayotgan zulm deb bilish har bir Uyg'ur musulmonninki burchi va vazifasi. Shaxsiyatchilik qilib, hammadan ayrilib olib, men ham o'zim bo'lsam bo'libdi deydigan bunda shaxsiyatchilik islom dinida bu yaxshi ish emas, musulmonlarchilikda yaxshi ish emas, bu insoniy axloq bo'yicha yaxshi ish emas. Bunda shaxsiyatchilikdan payg'ambarimiz Muhammad alayhisolatu vassalam bizni tasqan. Yana bu şu ijtimoiy munosabat qilish jarayonidagi jarayonida bisimizga azzola xafalik kelib qolsa yoki eg'ir yuk kelib qolsa, ularga qo'pollik qilish, ularning ko'nglini og'ritish, ularga aziyat qilishmi islom dinida cheklangan ish. Payg'ambar alayhisolatu vassalam yana bir hadisda Tirmiziyning rivoyatida "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil arzi yarhamukum man fis sama" deb degan. Rahim qiluvchiga Allohim rahmat qiladi. Sizlar yer yuzidagilarga mehr shafqat ko'rsatsanglar, osmondagilar, ya'ni farishtalar mehr shafqat ko'rsatadi degan. Shuning uchun bisimizga mehr shafqat ko'rsatib, yoriylik bo'lishimiz ham dinimizda, ham axloqimizda nihoyatda yaxshi ish. İnsani fazilat. Bu insoniy fazilatdan o'zimizni yo'qotib qo'ysak, biz ayollardan farqimiz qolmaydi. İnsan o'zining inson bo'lish uchun o'zining ilmi orqali, ong saviyasi orqali, samimiyati orqali va boshqalarga yordam qilish orqali, go'zal axloq orqali o'zini to'ndirdi. Yana shu ijtimoiy munosabat, jamoatchilikningki o'zaro jamoatchilik, tashkilotchilik, birlik, ittifoqlik to'g'risida payg'ambar alayhisolatu vassalam ya'ni Buxoriyning rivoyatida shunday degan: "Innal hasanata bi ashri amsalha." Har qanday yaxshi ish o'zininki 10 barobar 10 haslab savob bo'ladi. Bir odam bir yaxshilikni qilsa, shu qilgan yaxshilikningki sababida uning 10 haslab uningki ajrini oladi, savobini oladi. Mayli Janobi Allohga ibodat qilish orqali yaxshilikni o'zimizga qilaydi, mayli boshqalarga yor-yo'lak bo'lish orqali bu yaxshilikni qilaydi, boshqalarning qilmagan ishini qilish orqali yaxshilikni qilaydi. Buning savobini Janobi Alloh hasilab berdi. Payg'ambar alayhisolatu vassalam yana Sahih Muslimning rivoyatida shunday degan: "Vallohu fi avnil abdi ma kana al-abdu fi avni akhihi." Allah o'zining bandasiga yor-yo'lakda bo'ladi. Qachoniki shu banda o'zininki bir musulmon qarindoshiga yor-yo'lakdan bo'ladi ekan, Janobi Alloh bu odamningki yordam qilishda bo'ladi deydi. Biz boshqalarga, qarindoshlarimizga mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, mayli yaxshi yo'llarni ko'rsatish orqali bo'lsin, mayli boshqa sabablardan bo'lsin, mayli yaxshi so'zlash orqali bo'lsin, ularning ko'nglini elish bo'lsin, ularning dardiga datman bo'lib, ularning xafaligini birlik ko'tarishib qila olsak, Janobi Alloh bizga yordam qiladi, bizning ishimiz o'ngishli bo'ladi, yaxshi bo'ladi.
Aksincha, ularni tillab, ularning aqsini g'ajab, g'aybat shikoyat qilib, ijtimoiy munosabatni buzib, o'rtasida ziddiyat yaraydigan, fitna ig'vo taqilgan ishlarni qilsak, Janobi Allohning g'azabiga uchraymiz. Alloh la'nat qiladi, farishtalar la'nat qiladi. O'ttirda gap to'shigan, suxanchilik qilgan, fitna ig'vo taqat qilganki, badanida qiyomat kunisi go'sht bo'lmaydi, yuzda go'sht qolmaydi deb Janobi Rasululloh shunday degan. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yana bir hadisde şu ictimai münasebet, insanlar özara ittifaklaşış, yarı yolakta buluş doğruluk. Şundak degen, men neffese an mu'minin kurbeten min kurabid dünya, neffesallahu anhu kurbeten min kurabil qiyameh. Her qandaq adam özününki bir mu'min qarindishidan dünyanın qiyinchilikdan kichikgina bir qiyinchiliklarni hal qilib qo'ysa, Janobi Alloh u odamdan qiyomat kunisiningki qiyinchiligidan nayt cho'ng bir qiyinchiliklarni, balo musibatni u odamning ustidan ko'tarib o'tadi degan. Demak, o'zaro hamkorlashish, biz-bizimizga yor yo'lakda bo'lish, bu islom dinida ko'rsatilgan bizningki go'zal axloqlarimizning jumlasidan o'zaro shikoyat qilish, o'zaro g'aybat qilish, fitna va taqtish islom dinidan cheklangan ish. İslam din bizning o'zininki haqqoniyati bilan, adolati bilan, samimiyati bilan va o'zininki ibodati bilan, go'zal axloqlar bilan dunyoga madaniyatni ko'rsatgan din. Biz shu dinninki bir a'zosi, biz o'zimizni musulmon deb hisoblaymiz. Shuning uchun mushu ijtimoiy munosabatimizda Rasululloh bizga o'qitgan hadislardan axloqiy, ibodat jihatda bo'lsin, axloq jihatda bo'lsin, e'tiqod jihatda bo'lsin, biz o'zimizga tegishlik musulmon degan qanday bo'lish kerak degan temada azroq bo'lsin kitobni o'qib, materiallarni o'rganib, o'zimizningki hayotimizga shuni tatbiq qilishimiz har bir Uyg'urning va har bir Sharq Turkistonlik har bir musulmonninki vazifasi va burchi. Xayr xo'sh, hammanglarga Janob Alloh inoqlik, ittifoqlik, xayrlik ato qilsin.